Hop, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan VirtualBox orqali Kali Linuxni qanday qilib kompyuterimizga o'rnatish va uni ishlatishni ko'rib o'tamiz. Bu o'zbekcha variant, hech qanaqa inglizcha emas. YouTube'dan YouTube'ga qo'ydim. Qo'limdan kelgancha o'rgataman. Xo'p, sizlardan buning uchun faqatgina bitta like bosib qo'ysanglar yetib ortadi. Xo'p, biza birinchi navbatda kirib oladigan saytimiz virtualbox deb yozamiz. Bu Orals VirtualBox degan sayt. Bu saytga kirib olib, bu yerdan download bo'limiga o'tib, download qilib olamiz va bu yerda Windows host agar bizani kompyuterimizda Windows bo'ladigan bo'lsa, Windowsda Mac OS bo'ladigan bo'lsa, Mac nimalarni versiyalarini yuklab olsanglar bo'ladi. Linux uchun ham bor. Windows hostni bosamiz va bu yerdan yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan keyin bu yerda o'zi ko'rayotgan bo'lsa-da VirtualBox 7 ikkinchi versiyasi. Uni ustiga bossak, bizga o'rnatish oynasini chiqarib beradi. Yes qilamiz. Agar sizlarda qora ekranda nimadir chiqsa, yes deymiz. Va уже bizaga install, ya'ni installer oynasini ochib berdi, o'rnatish oynasi. Next qilamiz va bu yerdan men roziman, bu shartlarga men roziman deganni bosamiz va bu yerdan fayl turadigan joylar va ichidagi papkalarni ko'rsatyapti. Bu C disk ichida bo'ladi har doimgidek. Xo'p, next qilib ketamiz va yes ni bosamiz. Yes. At start menu. Yes. Install. Va nihoyat install qilishni boshladi. Biroz kutamiz. Start Orange VirtualBox degan YouTube versiyasini ishlatishni finishni bossak, уже start qiladi VirtualBoxni. Xo'p, mayli, start qilsin. Xo'p, mana ochildi. Ko'rayotganinglardek bu yerda new bor, ya'ni yangidan qo'shish, yangi virtual mashina qo'shish va open, ya'ni yangi virtual o'sha tayyor virtual mashinani ochish. Xo'p, biza buni Kali Linuxni o'rnatib ko'ramiz VirtualBox orqali. Buning uchun Kali bitta org degan saytga kirib olamiz va bu yerdan download bo'limiga o'tib, virtual mashina, ya'ni virtual mashina qismiga o'tamiz va bu yerda recommended degan VirtualBoxni versiyasini yuklab olamiz. Torrentni bosmanglar, docsni bosmanglar, samni bosmanglar. Faqatgina mana shu 3-5 GB deb yuklanishni bossanglar yoki ustiga bossanglar уже yuklab beradi. Torrent bosish shart emas. Xo'p, bu yerda VirtualBox nimasi, uni ichidagi hech nima tayyor bo'lmagan versiyasi, ya'ni uni o'rnatib, o'zingiz taxlab, nima qilib ketasiz, ya'ni new yaratasiz o'zingiz boshdan. Bu versiyalarni bilmadim va VMware haqida bor. VMware, ya'ni VirtualBoxga o'xshash yana bitta virtual mashina. Bu VirtualBoxdan menimcha yaxshiroq bo'lishi mumkin, lekin men VirtualBox ishlataman, sababi o'shanga o'rganib qolganman. Xo'p, uni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga yuklashni boshlaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz yuklashni boshladi. Menda yuklangan. Shuning uchun men yuklab olmayman. Xo'p, bu saytdan chiqamiz, bunisidan ham chiqamiz va biza fayllarimizga o'tib olamiz va bu yerdan downloads bo'limiga o'tib, uzr, videoda ozgina uzilish bo'lib qoldi. Xo'p, bu yerdan Kali Linux MD64 degan papkani zip faylda tashlab beradi. Xo'p, buni zipdan chiqarib olamiz.
Hop, hozir browse men buni D diskimga tashlab olaman, chunki men buni har doim ishlatishim uchun. Error. Hop. Chu youtuber hop nima bo'ldi bu yerda? Nima xatolik berdi deb ikkitani ochib yuboribman. Select floret hop. Ha, aytgancha bu 7 zip. Ya'ni 7 zipmi nima o'shanaqa fayl bo'lgani uchun buni Windows'ni o'zini zip fayli ocha olmaydi. Shuning uchun biza qiladigan ishimiz zip download deb yozamiz va bu yerdan 7 zipni yuklab olamiz. Download o'zi 1.6 megabayt. O'shani yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan keyin uni o'rnatib olamiz. Yes, install, close. Install qilib bo'lgandan keyin close qilamiz. Xo'p. Endi o'sha faylni yutamiz va buni mishkaning o'ng tarafini bosib, show deb bossak, u yerdan bunday qilib show extras zip 7 zip mana open archive, open extra files. Extra file. Buni bu uch nuqtani bossak, qaysiga nima qilishimizni chiqarishimizni so'raydi. Biza this piece, ya'ni kompyuterdan D diskka chiqarib olamiz. O'sha chiqarishni boshladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sabr qilamiz o'rtoqlar. Chiqarib bo'ldi. Xo'p, endi navbatimiz bu papkadan chiqib VirtualBoxga o'tib olamiz. Yoptiray. VirtualBoxdan openni bosamiz va D diskimizga kirib olamiz va Kali Linux open ichiga kirib mana shu faylni open qilamiz va startni bosamiz. Xo'p, endi tayyor turinglar. Kali Linuximiz ishga tushyapti. Bom. Mana ko'rayotganingizdek, Kali Linux ishga tushdi. Va bu yerdan biza kiberxavfsizlikni o'rganish uchun qiladigan narsalarimizni mana shu Kali Linux bilan qilib ketsak ham bo'ladi. Xo'p, bu yerdan bizaga password va loginni so'raydi. Password va loginimiz har doimgidek mana shu oynani pastida ko'rayotgan bo'lsanglar Kali. Password va nimasi ham Kali deb yozsak, уже nima qiladi? Oynamiz ochiladi. Ana ochildi. Bu yerdan toollarni ko'rib olamiz. Toollar hammasi bor. Applicationlar mana kiberxavfsizlik uchun terminal ham ishlayapti. Hop, bu yerga ls deb yozamiz. Mana ko'rayotganingizdek, hammasi ishlab turibdi. O'chirish uchun buni bosib, shutun down off deb bosamiz va Kali o'chadi. Va bu yerdan chiqib ketsak ham bo'ladi. Iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunday qiziqarli kontentlarni qaysi biri sizga yoqsa yoki kerak bo'lsa, menga kommentariyamga shunday kirib o'sha dasturning nomini yozib qoldirsangiz, men albatta videosini chiqaraman.